tinchlikmi? Nega to'xtadingiz? Shu ko'chaga chiqayotganda shu yetim yesiz kambag'al bo'lsa bir qism ehson qilib olishga o'rganib qo'yganman-da. O'shanga qarang, biron baklashga terib yuribdi. Ha, ko'rdim. O'shanga bir qism berib ketsam savob bo'ladi-da. Ha, yaxshi o'ylabsiz. Oh, wow. Yaxshi. Ha. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Ha, qalay ishlaring? Shu men har ko'chaga chiqqanda shu bir qism ko'chadagilarga ehson qilib ketardim-da. Bu nonmi nimadir olib yesin deb. O'shanga senga ham mana bir ehson qilib qo'y. Hozir yonimda mayda pulim shu 10 ming bor ekan. Adasi shoshmang. Ha. Men bu pulni ham bering. Men duo qilib qo'ysinlar, mana oling. Sen qo'yvermaysanmi? Sen duo qil qani. Voy. Qara. Alloh topganingizga baraka bersin. Hamisha boy bo'ling, saxiy boy bo'ling. Rahmat, rahmat. Voy. Hey! Hey! Bor yo'qan? Nima tikilib turibsan xotiningga? Bo'ldi bor, Rahmat. To'g'ri. Xotin bolaganmi? Tikilib turibsan senga. Senga nima bo'ldi? Sen nimaga ko'zingni uzolmay turibsan? Voy, adasi, bilasizmi, sizga turmushga chiqishimdan oldin bu boladan sovchi kelgandi. Tegmagandim. Yo'q-e? Ha. Ko'rdingmi ahvolingni? Agar shu bolaga tekkan bo'lganingda hozir sen men arig'i nariga boshidan terib o'tgan bo'larding, baklashganlar bor. Voy. Omadingni ko'rdingmi? Qanaqa bazaq yuribsan? Nimaga kulaverasiz? Menga qarang, men sizga turmushga chiqmay, bu bolaga turmushga chiqqanimda, hozir siz baklashga terib yurgan bo'lardingiz. Ciao, 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 ciao,